Assalomu alaykum, mevali ko'chatlar profilini kuzatib boruvchi do'stlar, xudo xolasa men sizlarga limonka nok bog'imizni ko'rsatib o'tamiz. Ekilganiga 3 yil bo'ldi bu daraxtimizni, 3 yilda shuncha hosili bilan turibdi. Buni videolarini pishganda ham qo'yganmiz va mana ko'rib turibsizlar. O'zlarining sel hosilligiga bitta baho berib o'tasizlar. Alohida bu nokimiz tagi olmurud gulangan, juda ham tez mevaga kiradi. 1 yilda o'sha hosilni olishni boshlangan bu bog'da. Mana gullarini ko'ringlar. O'zini o'zi 100% anglatadi, shuni hisobiga meva ushaga mana shu gullagan gulida mevani oladi har bittasida. Hali kuzda meva qilganini ham ko'rsatamiz inshaalloh. Mana ko'rib tursiz, juda ham zo'r holatda, hammasi bir xilda olgan. Bu bunaqa katta bo'lib ketadigan daraxt emas. 4 ga 3 sxemasida ekilgan. Holatlari juda ham zo'r holatda do'stlar. Ko'chatlari qiziq bo'lsa, pastda nomerlarimiz bor. 77 008 61 00 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Kuz mavsumiga zakazlarni oldindan olamiz endi bu yilda, xudo xolasa. Zakaz berib qo'ysanglar. Mana shoxida har bittasiga gullasa, juda ham ko'p meva oladi, har bitta guli ushasa. Bu limonka noki hisoblanadi, ko'p joyda kirgizki zimni ham deyiladi bu. Shu holatda. Do'stlar, sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar, like, podpiskani bosib qo'yamiz, profilga obuna bo'lib qolamiz. Bundan yaxshi videolar hali chiqarib boramiz. Mana ko'rib turibsizlar.